Xullas qarindoshlar, nutellani olib, xamirni ustiga surib chiqib, uni ustidan yana bir marta xamir qo'yib, undan keyin mindeshkin qilib kesib, shunday qilib o'rab pishiradigan bo'lsak, shokoladli kurasan bo'lar ekan-di. O'xsharmikan a? Deb turib shokoladli kurasanni boshlab yordim qarindoshlar. Uning uchun bitta xamirni olib, chin bozor do'konidan olingan o'qlovchamizda yaxshilab yoyib, kichkina demang bizni yoyib tashlaymiz xamiringizni deb turib, kichkinagina o'qlovchamiz xamirimizni mo'shni qilib yoyib berdi. Ana undan keyin dobrigina qilib nutelladan xamirning ustiga quydim. Hozirdan ishtahalarim ochilib ketyapti-ya buni ko'rib. Shokoladni ustidan xamirni yopib, bir o'qlov bilan masaj qilib, ana undan keyin 3 burchak qilib kesib, eng asosiy joyi qarindoshlar, shunday qilib o'raydigan bo'lsanglar, jabr chiroyli kug'asan chiqar ekan. Qarindoshingizdan normalniy konditer chiqar ekan, qaranglar buni chiroyli chiqayotganini. Shunchasini o'zim qilganimga o'zim ishongim kelmayapti qarindoshlar, shunaqa chiroyli chiqdi. Ana undan keyin bu go'zalliklarni ustiga tuxumni sarig'ini surib, 180 gradusga 25 minutga duxovkaga jo'natdim. Qarindoshlar, ajoyib yangilik. 27-28 may kunlari qarindoshingizni Big Money School onlayn maktabida Xitoydan mahsulotlarni zakaz qilish 2 kunlik tekin darsligi bo'lib o'tmoqda. Bu darslikni o'tkazib yubormaslik uchun aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga qo'shilib olinglar. Shokoladli kurasanimiz biram chiroyli pishdi. Endi esa eng asosiy degustation joyi qarindoshlar. Voy mazasi prям bomba bo'pti. Qo'llarim dard ko'rmasin. Buni oshxonaga umuman kirmaydigan qizlar ham bemalol pishira oladi-yu. Bu retseptni aynan o'sha qizlarga jo'natib qo'yinglar. Happy end. Xullas qarindoshlar, xamirni yoyib ustiga nutellani surtib, keyin shunday qilib o'rab chiqib, jonivorlar ustidan sut quyib, duxovkaga jo'natib, pishgandan keyin ustiga morojniy qo'yadigan bo'lsa, shunaqa bay narsa bo'lar ekanmi-shu. O'xsharmikan a? Deb turib qarindoshinglar xamirni qorib o'tirmadi. Tayyor xamir bor joyda xamir qorib nima bor? Chin bozor do'konimizdagi o'qlovchi bilan tayyor xamirni chiroyli qilib yoyib chiqdim. Ustidan nutellani ayamasdan quyib, nutellani xamirni hamma joyiga surtib chiqib, videoda ko'rsatishi bo'yicha aynan mana shu nutellaning ustiga yana bir pechenniga o'xshagan narsa sepdi-deng. Qarindoshinglar bitta videoda bitta dona parod qilmasam bo'lmaydi, o'sha joyi qolib ketibdi-deng. Undan keyin chin bozor do'konimizdan mindechkin duxovka idishni olib, xamirlarni ketma-ketligida shunday qilib rulon shaklida o'rab chiqib, qarindoshinglar bu ketishda yaxshi konditer bo'lib ketadi-yu. Tayyor xamirlarning ustidan shunday qilib kuchim boricha bosib chiqdim va ularning ustidan sut soldim qarindoshlar. Faqatgina menda 5 dona rulon chiqdi-de. 20 minutga 170 gradusli duxovkaga jo'natdim. 20 minutdan keyin qarabsizki, bizning pishirig'imiz tayyor. Bay, odam ishtahasi ochilyapti-yu buni ko'rib. Uni ustidan morojniyni solib. Xullas qarindoshlar, 27-28 may kunlari Xitoydan mahsulotlarni zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik o'tkazmoqdaman. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali kirasizlar. Ana endi siz kutgan daqiqalar, ya'ni degustation joyi. Qani bismillah deb shirinlikni yeganimni bilaman. Bay. Qarindoshingizni gulday qo'llari dab ko'rmasin. Xullas barcha qarindoshlarimga shu shirinlikdan qilib ko'rishni tavsiya qilaman.